Hammaga salom. Sizlar aka kanaldasizlar va biz hozir Counter World o'ynaymiz. Counter World'da dast 2 kartasida o'ynaymiz. Biz Spetsnazlarda bu safar Spetsnazlarda bo'lamiz. Biz B'ga boramiz. Chunki B'da ko'pincha odam bo'ladi. Shuning uchun B yaxshi deb o'ylayman. Bu mening fikrim. Sizlarning fikringiz qanaqa? Kommentlarga yozib qoldiring. Biz hozirda ekspert botlar bilan o'ynayapmiz. Oddiy kuchsiz lofty botlar bilan emas. Shuni ham albatta olib qo'yish kerak. Yomon kallasiga tegdi. Agar shu video 50 tadan ko'p komment yig'sa, men akam bilan Minecraft o'ynayman. Ulanib. Noldan o'ynayman. Minecraft noldan akam bilan o'ynayman. Shu video atiga 50 ta like yig'sa, o'yin boshlandi. Biz endi B'ga borib ko'ramiz. Ya'ni A'ga demoqchi edim. Uzr, xato qildim. Menimcha o'tganda B'da odam kam bo'ldi, ko'rdingiz. 2 dona odam bo'ldi. 1 dona odam bo'ldi. Yo, alfada yana bizni o'ldirib qo'yishdi. Aytyapman-ku, bularning hammasi ekspert botlar. O'yin boshlandi. Biz endi hozir centerdan yuramiz. Dim tashlab qo'yamiz. Chunki snayperlarda chiqayotganingizda dim ancha foyda beradi. Snayperda chiqayotganingizda. Hozir menimcha anchasi B'dan kelsa kerak. Ana aytdim-ku, B'dan keladi. Ana boshim yurdi, ana. Yo. Ko'rishingiz mumkin 5 tasi B'dan yurgan ekan. Va bizni shu Chibzik degan bir bot otib qo'ydi. Bomba keldi do'stlar. Va portlashiga ham ozgina qoldi. Menimcha portladi, yo. Men aytgancha men bir terrorlarga o'tib oldim, chunki Spetsnazlarga qo'lim kelmayapti. Xavotir olmanglar. Ularning ham teng bo'ldi xullas yana 15-11 11 bo'ldi. Men ikkilarga qo'lim kelmayapti. Men faqat bir-birda o'ynaganman, ikkida salkam o'ynamaganman desam bo'ladi. Tepasdagi qurolmi? Xo'p, bombani biz B'ga ekyapmiz. Keyingi o'yinda karotdan borib A'ga ekamiz. Yo, qancha odam kelyapti? Kommentariyaga taxmin qilib yozib qoldiring. Menda esa bitta ham sherigim yo'q. Bizni Drabanikda o'ldirib ketishdi. Yetishga o'ldirishsa kerak-ku. Va o'ldirishdi. Qoyil, yaxshi. Sheriklarimiz ham oxirida keladi. Bu aytganimdek endi karotdan borib A'ga ekamiz. B'ga ektiga o'xshamadi, A'ga ektiga o'xshasa kerak.
Yo, şerilerine geldi. Yeni şerilerim yok. Bunu toplaş gerek. Kaç gerek. Kimdir bormak rey, men yardım beradigan canım 2% qoldi va meni Pilimonda öldürüp qo'yishdi. Hech qisi yo'q. Ko'rishingiz mumkin, meni Pilimonga ham skinim bor. P90 ga va mana bu orужаga ham skinim bor. Emga ko'rgan bo'lsangiz, Drabajnik ikkalasiga ham skinim bor mening. Ikkala Drabajnikimga ham skin bor. Bularni qanday o'rnatish sizga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring va men albatta bularni sizga ko'rsatib o'taman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Men faqat skin tushirishni emas, ya'ni boshqa narsalarni ham tushirishim mumkin. Masalan, xaritalarni desak bo'ladi. Ba'zi xaritalarda, ba'zi notebooklardagi kontrlarda 2x2 kartasi bo'lmaydi. Men ham notebookda o'ynayman, lekin men 2x2 kartasini o'zim yuklab olganman. Shuning uchun bemalol 2x2 kartasini o'zim o'ynay olaman. Shuni ham tushirishni o'rgatishim mumkin. Kommentariyada yozib qoldirsangizlar bo'ldi. Hamma masala hal. Falokat. Bizlarimiz bor. O'zlar haq qolishadi. Lekin ishimni ko'raveradi. Bu mana aka. Ko'rdingizmi qancha odam bor dey? Nomardlar. Biz hozirda bombani A'ga ekamiz. Va mana shu joyda kutib o'tiramiz. O'zimizning sheriga ekan. Shu joyda kutib o'tirsak, badan yeganlarni ko'rmaymiz. Chunki badan yeganlarni ko'rmaymiz. Bir dona o'q va buning kallasi to'riga bo'rilib ketdi. Endi biz daldan boramiz. A'ga boramiz daldan. Biz bombani yana A'ga ekmoqdamiz. Sizlarga bir layfhackni o'rgataman. Agar bombani shu joyga o'tirib turib qo'ysangiz, men iloji boricha teparoqqa qarab, hech qachon botlar kelib yetisha olmaydi. Bu fakt, bu aniq. Nima desam bo'ladi? Bu counterning bug hisoblanadi. Bu counterdagi bug hisoblanadi. Lekin buni ko'pinchasi eplay olmaydi. Odam ko'p shekilliga qarang. Men hozir sizga ko'rsataman. Yetish yo'lini ko'rsatadi, lekin yetisha olmaydi. Olmayo. Faqat
Ye. Qanday qurol oldim nima bu endi? Ish. Shunday buglar ham bo'lib turadi endi. Axir o'yin-ku bu. Hamma narsa bo'ladi o'yinda. Imkada bizni kallamizni to'rga bo'lib qo'yishdi. Yaxshi. O'yin boshlandi. Biz endi bir B'larga ham borib qo'yaylik. Biz B'ga borib bomba ekamiz hozir. Xo'p, hozir hech kim o'lmadi. To'rtta odam bor edi, hammasi o'ldi deb o'ylayman. Hop. Benim yo'lida kelmayapti, sentrda ham yo'q, A'da ham hozircha odam yo'q. Menimcha hozir A'da yo'lida kelishsa kerak. Kelishdi va o'lishdi. Nima harfi bosib ketdim bo'ldi. Keyingi videoda qaysi kartada o'ynaylik yoki qaysi o'yinda o'ynaylik? Kommentariyada yozib qoldiring. Hazırlaştım, çıkmayman, hazırlaştım. Hammasi hazırladı. Tamam mı? Aynen. Gördünüz mü? Hozir sakrab turib, ona otamanda yanimda bittasiga hit deb qoldi. Canım o 1% qoldi. Bitta havo ostida qo'ysam o'lib ketaman. Qanday ayanchli ya. 1% jon bilan yurish. Men hozir shu joyga chiqaman va rejam ish berdi. Vay, oxirida meni o'ldirib qo'yishdi. Hech qisi yo'q. O'zi bitta shu qolgan edi ekanda. O'lib ketaman, hozir o'lib ketdim. Hech qisi yo'q, 30 bitta kill qildim. Yaxshi. Menimcha shu joyga videomiz o'z nihoyasiga yetsa ham bo'laveradi. Sizlar bilan Akaviy kanalidagi uka bo'ldi. Keyingi videolarda qaysi kartada yoki qaysi o'yinda o'ynab o'ynashimizni kommentariyada sizlar aniqlanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.